Boshlaymizmi? Ketdik. Assalomu alaykum azizlar, doiraning muxlislari, qadrdonlarimiz. Bugun ham sizlarga bir-biridan qiziqarli bo'lgan shou biznes olamidagi eng so'nggi xabarlarni tayyorlab qo'yganman. O'ylaymanki, bugun aslo zerikmaysiz, chunki eng zo'rlari oldinda. Boshladik. Ijtimoiy tarmoqlarni kuzatyapsizmi? Shovqinlarni ko'ryapsizmi? Shovqin bo'lsa bo'lsin, ishqilib yaxshi xabarlar shovqini bo'lsin. Ayniqsa doirani ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalariga obuna bo'lib qo'ysangiz, sizga eng saralarni ilinib boramiz. Sun'iy intellekt shu qadar rivojlanib ketganki, azizlar, qaysi video haqiqiy, qaysi video sun'iy intellekt yordamida yaratilganligini ba'zida anglamay qolamiz. Şunu olsan mı? Şunu sen etti! Şunu sen bastık! Kunduzgina otib ketadi! Korkmamay! Shu mushukni o'ylab tushib ketmasmikin deb xavotiram oldim. Keyin bilsam, sun'iy intellekt ekan. Menga o'xshagan sodda odamlar ishonadi-da. Qizim, agar bu jonivorni tabiiy intellekt ishlamasa, sun'iysi yordam bermaydi. Sun'iysini ishlatish uchun oldin tabiiysi ishlash kerak. Biz sizga sun'iylarini emas, haqiqiylarini tavsiya qilamiz. Bu uchun faqat doirani kuzatib borishingiz kerak. Demak, bizda Insta yangilik. Mahoratli aktrisa Durdona Qurbonova tarixiy filmlardan birida suratga tushayotgani haqida o'z sahifasida ma'lumot bergan. Aytib o'tish kerak, ushbu obraz aktrisaga juda ham yarashgan. Yana bir pozitiv xonanda Aziza Nizomova ham filmda suratga tushayotgani haqida o'z sahifasiga tasvirga olish jarayonlaridan video joylagan. Qarovos orqasidan. Ketdik ayol. Bo'lingmi? Nima bo'ldi sizga? Voy, qon. Mahoratli aktrisa Yulduz Rajabova Turkiyadagi dengizda romantik xayollar og'ushida sayr qilmoqda. Arabiston sahrolarida sayohat qilib yurgan latofatli Rayhon muxlislariga yana konsert dasturini taqdim etmoqchiman. Siz nima deysiz deya murojaat qilmoqda. Xonanda Sevinch Ismoilova esa gitarist taronasiga trendlar joylab, muxlislarini xursand qilishda davom etmoqda. Ham oilaga, ham ijodga vaqt topa olgan ustazoda xonanda Xonzoda Do'stovadan yana bir yangi tarona. Qol dedim. Siz ham doirada qoling va bizni kuzatishda davom eting. Aytgancha, biz ham doira jamoasi O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan aktrisa Fotimaxon Rejametovani quvonchlariga sherikmiz. Ularning o'g'illari, yakka-yagona o'g'illari Firdavs Rejametov yaqindagina oila qurdilar. Biz tabriklaymiz. Kelinni qo'lidan choy ichib, doirani tomosha qilishga nima yetsin? Qaynanajonlar? Voy, doim narsam yo'q deb nolirdingiz. Yo'qdan bor qilib shuncha narsa pishiribdi. Baraka topsin. Opa. Qorasi o'ssin. Qoraginasi o'ssin. Qara shuncha narsa pishirganni. Voy, to'yib ketdim. Buningcha odam emas. Voy, opa, sizga uni odam deb kim aytdi? U kelin opa. Buni ham o'ziga yarasha gashti bor, yangi kelinlikni ham o'ziga yarasha gashti bor. Baribir juftliklar ko'paysin, elimiz suygan juftliklar ko'paysin. Ijtimoiy tarmoqlarda bunday juftliklar sekin-sekin ko'payishni boshladi. Agar kuzatayotgan bo'lsangiz, aktrisa Shahlo Alijonova va ularning turmush o'rtoqlari Shahzod Ro'ziboyev ham ko'plab muhokamalarga sabab bo'lishyapti. Yaxshigina mashhur juftliklar qatoriga kirib qolishdi. Xo'sh, sizga ular yoqadimi?
Sizga o'zi qaysi juftliklar yoqadi? Biz mana shu savol bilan yurtdoshlarimizga yuzlandik. Javobini endi tomosha qilamiz. Yaqinda to'y bo'lgan bloger san'atkorlarning ichida eng chiroyli juftlik deb kimni aytasiz? Dilnoz Hakimova. Nimaga ular? Bilmasam, qaysidir ma'noda baribir chiroyli-da. Turmushga chiqish niyati qachon? Niyatim bugun, ertaga, indinga. Xudo qachon peshonamga yozgan bo'lsa, o'sha kunga. Farida bilan Timur. Nimaga? Chunki bilmadim, pozitiv oila. Shahla Alijonova. Aha. Nimaga? Boshqalarniki emas, aynan ularniki? Chunki ularni to'yi yaxshi chiqdi. Sizlarni bugundan boshlab Ro'ziboyevlar oilasi deb e'lon qilaman. Feruza Normatova. Feruza Normatova? Nimaga ular? Nimasi yo'q? Chunki chiroyli. Kuyov ham chiroyli, kelin ham chiroyli. Mana shunaqa Feruza Normatova deb o'ylayman. Aqlli, esli hushli. Feruza bilan turmush o'rtog'i Sahivda. Shuni menga yoqadi. Estetikni, chiroyli, yosh, barichka. Og'ir bosiqlikgina, vazminlik yoqadi. Bu yilgi to'yi bo'lgan blogerlar, san'atkorlarning ichida eng chiroyli juftlik deb kimni ayta olasiz? Sahiv bilan Feruza Yusufova to'ylari juda yoqqan. Ularniki ham juftlik rosa chiroyli bo'lgan, ham to'y ham dabdabali bo'lmasdan juda fayzli o'tgan. Ko'pchilik ular parasga juda havas qilib, shunaqa bo'lish kerak ekan, sevgi, to'y deyishgan. Tariximiz bo'lsin asl, devonaday bo'lib meni sev. Rep revolyutsiyasiga yaxshigina hissa qo'shgan Shohrux rapper muhtasham Humo Arenada muxlislarni xursand qilib konsertini taqdim etdi. To'g'risi hamma xursand, hammani ko'zi yongan. Ha, aytgancha sahnada faqat Shohrux rep kuylamadi, hamma kuyladi. Duetlar ketma-ketligi ham bo'ldi. Ayniqsa muxlislar qalbidan joy olgani xonanda Izzat Shukurov bilan kuylangan Devonangman qo'shig'i bo'ldi. Devonangman yor ishqingda. Zanjirlar ostonada qolib ketdi. Xazon bo'lib yonib ketdi. Sen emassan deb haydading. Darvozaga ham yopildi-ku men uchun yor ketdi. Bu qo'shiqni o'sha Shohrux eshittirganimda ularga juda ham yoqdi. Bizda ikkita variantimiz bor edi. Biz mana shu Devonangman variantiga to'xtadik va uni ommaga taqdim etdik. Va bundan oldin bir shart bor edi. Qo'shiq ketishiga qarab turib konsertni olib chiqamiz degan fikr bor edi. Men nazarimda qo'shiq juda ham zo'r ketdi. Hozirda albatta, hozirda YouTube'da 2 milliondan oshdi qisqa muddat ichida. Va mana bugun xudo xolisa konsertda jonli ijroda kuylaymiz. Birgalikda ostonangda qolib ketdi senga. Qo'shiqlarni
yoshligimdan to'g'risi ularni juda ham yaxshi ko'raman. Chunki men ham boshida kichkinalik paytimda rep yo'nalishida ijod qilganman. Bu yangilik. Va hozirgi kunda ayniqsa show biz degan ashulari bor. Mana shu qo'shiqlarni juda ham yaxshi ko'raman. Shohrux reper deganda xayolingizga birinchi bo'lib qaysi qo'shiqlari keladi? Chilparchan keladi. Xayolimdasan. Shohrux reper deganda meni yoshligim keladi. Birinchi chiqqandan boshlab har yili konsertiga qatnashaman. Har yili qo'ymayman bitta ham. Haqiqiy fanatman. Hattoki har doim gap o'yin bo'lsa ham roziman umrbod. O millatim o'zbegim bilaman qadringni. So'rayman hazonga belangan demagan bag'rig'on sevgida yongan. Men sizlarni sevaman, azizlar. Hozir surda tilida aytdim, buni bilaman. Bizni imkoniyati cheklangan yurtdoshlarimiz ham tomosha qilishadi. Kun o'tar, yil o'tar, qalbim yig'laydi asta. Bilasizmi, yaqindagina Instagramda ko'rib qoldim. Bir qizimiz aynan surda tilida imkoniyati cheklanganlarga qo'shiqlarni tarjima qilib, ma'nosini o'rgatar ekan. To'g'risi ko'rib shunaqa bir hurmatim oshdi. O'sha qizga nisbatan bir boshqacha bo'lib ketdim va chin dildan rahmatimni aytdim. Eforing qidiraman har tarafdan, o'tsang bo'lmaydimi uy tarafdan. Sog'ina kutaman. Biz doira dasturi uchun ulardan intervyu oldik. Yo'q demadilar. Gulshodaxonga o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz va Gulshoda To'ronova bilan yaqindan tanishamiz. Marhamat. Salom sevgim g'unchasi, ko'nglim erkasi, yuragim nolasi. Senla birga bo'lsam qalbim malikasi. Kel seni baxtli qilarman o'zim. Men sohaga qiziqishim 10 sinf vaqtimda uyg'ongan. Samarqand viloyatida, domni pasida, Sagdiyanada har do'konda ishlardim. Bo'sh vaqtlarimda, darsdan bo'sh vaqtlarimda imkoniyati cheklangan, zaif eshituvchi, imoshorada gaplashadigan inson har doim kelib do'kondan nimadir so'rardi. Men unga yordam bera olmasdim. O'shanda o'zimga o'zim savol berardim, nima uchun bunday bo'ladi? Chunki bu sohaga hali qiziqib ko'rmaganman va ma'lumotga ega emasdim. Shuning uchun ham shu sohaga qiziqib, uyga borib, men shu sohada o'qimoqchiman deb ota-onamga aytganman. Ota-onam qo'llab-quvvatlaganlar har doimgidek va o'sha sohaga qiziqib, tayyorlanib o'qishga kirganman. Sen go'yo menga suv havo, dardimga davo bo'la olganimsan azizam. Men uchun kun u tun tiladim tilak, jonim seni ko'rishim kerak. Men o'ylardim har doim Instagramga kirsam yoki video tomosha qilsam, endi eshita oladigan insonlar, sog'lom insonlar videoni tomosha qiladi. Keyin o'zimning hayolimga kelgan eshitda nuqsoni bo'lgan insonlar nimani tomosha qiladi yo qanday bo'lsam yangiliklarni o'ziga qabul qiladi degan savol menga qiziqtirgan va o'zimga aytganman, shu imo-ishorada qo'shiq tarjima qilib Instagramga joylasam, eshitda nuqsoni bo'lgan insonlar uchun tomosha qilishga, ma'lumot olishga biron bir yangilik tug'diraman degan g'oya menda paydo bo'lgan. Shuning uchun ham uyimdagilardan, ota-onamdan ruxsat olib, shu taklifimni bildirib, Instagramga qo'shiq joylab boshlaganman. Qaniydi vaqt orqaga qaytsa, qaniydi taqdirimizga mos so'zni aytsa, qaniydi. Menga kuzatuvchilar tomonidan mana shu qo'shiqni tarjima qilib qo'ysangiz yaxshi bo'ladi. Shuni imo-ishorani biz ham o'rganmoqchimiz degan ulardan taklif keladi. Men shu taklifni qabul qilib, qo'shiqni ustida ishlab, ustozlarimdan so'rab, keyin chiqaraman. Gapirib bersammi sevgim, qanday boshlangan, uni deb aytsin ko'zlarim. Go'do yoshlangan, bildim shunda sevgi sirin. Ko'p sirin, o'ziga barchasi kegin. Shundoq tashlangan. Kel dardingni bo'lishgin, qaytadan tanishgin. Sevgilingman, sevgilim.
ular jamiyatga kirishib keta olishiga sog'lom odamlar yordam berayotganini his qiladi va o'ziga motivatsiya oladi o'shandan. Ya'ni men odamlar bilan qo'shilib keta olaman, ajralib qolmayman degan hissiyot ularda paydo bo'ladi. U hayotga qiziqishi uchun ham, kelajakda o'zini bir yo'lini topish uchun ham ularga turtki bo'ladi mana shu narsa. Bizni sevgimiz boshqacha, bilib qo'ysinlar, sevishaylik 100 yoshgacha, kuyib bo'lsinlar, kerakmas mol-u dunyosi, qursin dunyosi, sevdim uni tovonimdan boshgacha. Oruca gulli bodom, tu kelinaki dodom, dodom shina choy xurat, tu cho'razaki dodomi. Haqiqatdan zo'r qo'shig'i azizlar, juda ham hit bo'ldi va ko'pchilikning qalbidan joy egalladi. Aynan Olcha guli qo'shig'i. Bu qo'shiqni elimiz suygan xonanda Bahrom Nazarov kuylaganlar. Bahrom Nazarov juda didli xonandalar qatoriga kiradi va hamma qo'shiqlari hit darajasiga chiqadi. 8 ta yangi qo'shiq bor, bitta duet bor Elmurod Haqnazarov bilan. Tematik mavzuda buni ham ijro qilamiz, xudo xolasa va qolgan eski qo'shiqlar, xalqimizga mavzu bo'lgan qo'shiqlar, ularni ijro qilamiz. Eskidan qadrdonmiz, juda hazilga zo'r, qiynalmasligimni bilardim. Men keldim, rostdan qiynalganim yo'q, o'zi ham ajoyib bola. Yo, birinchi duetimiz endi u jiddiy mavzuda, jiddiy qo'shiq, uni duetda eshitgan odam, men ayniqsa o'shaniga birovda haqqidan qo'rqmaydiganlar eshitadigan qo'shiq. Juda ko'pchilikni qaytaradi, to'g'risi, so'zlar o'ta o'tkir. Bu mavzusi yaxshi hozirgi global muammo, hammani orasida, ya'ni oldi berdi to'g'risida. Ko'chatilib aytganda mashinalar to'g'risida qo'shiq. Bu dunyoga qolmasdan haqqimni ber, haqqimni doim ko'cha kuylarda mendan qochib yurasan, erta beraman degan qasam ichib yurasan, rahmlaring o'zgargan yoki o'chib beradi, qanchalar adasang ham suvoq bo'lib turadi. Odamlar qarshi qiyichuv bilan hayron, deydi bu bola qo'shiq ham aytar ekan. Keyin qolib 20-25 minut kuldiryapman. Keyin ikkinchi chiqishimda yana 15 minut kuldiryapman. Bo'ldi, kuldiryapman. O'zi kuldirgan chaqirgan. Velosipedni, dadani velosipedini o'g'irlab olib chiqib yetib minib yiqitasiz. Qiyshaytirib olib kelasiz. Dada o'sha kuni 5 yilga ketgan komandirovkadan o'sha kuni kelgan bo'ladi. Bo'ldi, remen bilan. Navbatga uraman deganda ona qatdandir chilavek pavga o'xshab paydo bo'ladi. Urmayman endi bitta velosiped ko'rasizmi bolani, bor bolam kirib ket. 1,5 soatdan keyin hamma ovqatga chiqasiz. Dadam esdan chiqib ketgan velosipedni o'qiyapsiz. Ona bir qoshiq yetdim deb bo'ladi. Men qozonni boshlayman. Yo'q. Massa qilib ovqat yeb o'tirsangiz, ona o'zidan o'zi Elmurod velosipedni o'zi nimaga olib chiqdi? Deganda dadani betini ko'rganmizda. Onamga eslatib turardi onalar. Onalarimizni ko'z tegmasa endi hazillashamiz bari biz. Bizni katta qilgan onalar qarshi javob qo'yil, onalar gap yo'q. Yo'q. Ana qiyinchilikni qo'lladi. Degani duet ancha oldin reja qilgan edik. Mana shu kunga to'g'ri kelib qoldi. Aytaveramizmi? Aka siz bilasiz, men endi buni tushunib olavermayman. Zo'r ketdi, Xudoga shukr. Ko'pchilik kommentlarda ham yozdi, duetga gap yo'q. Klipini ham kutamiz, bu narsalar. Endi klip bilmadim, lekin qo'shiq rostdan o'zimga ham yaqinlik kimga tashlasam yoqyapti, zo'r. Demak, siz ham kimdir xulatgan. Kim o'sha mashina? Ayting, ham to'g'rimi? Ayting, kim o'sha aka? O'tgan oy oldi berdimmi? Qachon berasiz? Emas. Ben şarkıdayım. Rahmat aka, rahmat. Konsertga kelgan barcha muxlislarga rahmatlar aytamiz. Endi baribir konsertda ham aytib o'tyapman. Sahnaning muhim joyi konsertda muhim joyi sahna emasda baribir. Muxlislar o'tirgan joy. Chunki ular kelmasa konsert bo'lmaydi. Vaqtimiz ham poyoniga yetib boryapti azizlar. O'zi aslida eng qadriga yetish kerak bo'lgan narsa bu vaqt.
vaqtida hamma narsani qadriga yetish kerak, yaqinlarni qadriga yetish kerak, ularni yo'qlab qo'yish kerak. Albatta, hozir bizni tomosha qilib bo'lganingizdan so'ng aniq bilaman, doirani ham yo'qlab qo'yasiz. Ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarimizni ko'rib, to'g'risi ko'zim qo'nyapti. Sizni e'tiboringizdan, e'tirofingizdan juda ham xursand bo'lyapmiz. Xo'sh, sizga yana nimalar qiziq? Qanday lavhalar tayyorlashimiz kerak? Bu haqda albatta ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarimizga yozib yuboring. Hozircha esa xayr, omon bo'ling.